Aziz obunachilarimiz, bizni hozir navbatda ikkinchi ibrat transfer kutadi. Patsientkamiz bizga Xorazm viloyatidan ikkilamchi bepishlik bilan murojaat qilganlar, 8,5 yillik bepishlik. Bu ayolimiz bir marta 2017-yilda homilador bo'lganlar, afsuski homila bachadon naida bo'lib qolgan. Shundan keyin ayolimiz 2021-yilda boshqa ekoklinikada eko qildirganlar. Diqqat bilan eshiting, 11 ta kletkadan bularda 5 ta embrion hosil bo'lgan. Shundan ikkitasini embrion transfer qilishgan. Afsuski homiladorlik kuzatilmagan. 5 ta embriondan ikkitasini ekishdi, 3tasi sifati past deb bu embrionlar ekilmagan. Shu bilan bizni klinikada bu ayolimiz ekoprogrammaga olindi va bu ayolimizdan biz 18 ta tuxumdan 11 ta embrion olishga erishdik. Shundan birinchi embrion transferda 2 ta a'lo kачестводagi embrionni ekib berdik. Homiladorlik kuzatildi. Faqat testda chiqdi, lekin HGC past chiqdi. Ikkinchi embrion transferda yana bitta a'lo kачестводagi embrionni ekdik. Homiladorlik kuzatildi. 8 haftagacha homiladorlik bordi. Gematoma hisobiga bola o'z-o'zidan tushish bilan yakunlandi. Hozirda bizni ayolimizga yana 2 ta embrionni ekib beramiz. Bu 3-chi embrion transfer bo'ladi. Aziz obunachilarimiz, yana bir marta takrorlayman. Boshingizdan 3 marta homilador bo'ldim degan his-tuyg'uni his qilish, lekin u farzandlarni qo'lga olmaslik bu ayol kishi uchun juda ham qattiq travma, depressiya hisoblanadi. 8,5 yil bolani istagida yashab, homiladorlik bo'lyapti, testda chiqyapti, lekin HGCda chiqib turib bolani qo'lga olmay tushib qolish bu juda ham og'ir sinov hisoblanadi. Nafaqat meni o'zim, patsientkamni o'zi ham iltimos qildilar. Men uchun duo qilib qo'yishsin deb, baribir xalqi ko'pchilikning duosi tegadi. Shuning uchun shu patsientkamiz uchun shu bizlarning klinikada 3-marta embrion transfer bo'lyapti. 3dan puch bo'lsin, homilador bo'lsinlar ilohim. 9 oydan keyin eson-omon 4 muchasi sog' farzandlarni qo'lga olish niyat amalga oshsin. Bitta duolaringlarni ayamanglar, ilohim mahkamidan bersin, xursandchilik davomiy bo'lsin. Mana shu videomiz bilan bolalarni ko'tarib kelganda birga qo'yish nasib qilsin.